Hozirgi kunda shov-shuvga aylanayotganini ko'rib, Xitoydagi Haynan oroliga biza ham bormasak bo'lmaydi deb qizlar bilan darrov yo'lga chiqdik. Va biza bu sayohatimizni Prestige Travel kompaniyasiga ishondik. Chunki ular bilan Haynanga O'zbekiston havo yo'llarida ketasizlar. Agar biznes klassda uchishni xohlasanglar, unga ham zo'r takliflari bor. Biza tanlagan otelimiz oilaviy dam olish uchun mo'ljallangan. Xonalarning kattaligini, kengligini qaranglar. Farzandlaringiz bilan kelib joylashish uchun menimcha eng zo'r sharoit. Yetmaganiga balkondan chiqqaningizda dengiz sizlarga shundoq kulib qarab turganini ko'rasizlar. Eng qizig'i, otelimiz hududida o'zini частный zooparki bor ekan. Haqiqiy ota-onalarning orzusi. Bolalaringizga bir so'm pul bermasdan shu igrovoy plashatkaga qoldirib ketsanglar, o'ziga qarab o'ynatib ham turishadi. Xitoyga borganimdagi bichardan qiynalaman deb o'ylasanglar, adashasizlar, chunki biz tanlagan otelimizda o'zbek kuxnyasi ham bor. Birinchi kuni otel bilan tanishib chiqqan bo'lsak, ertasidan bizda ekskursiyalarimiz boshlandi. Birinchi bo'lib Haynanda eng mashhur bo'lgan Yanoda parkiga bordik. Bizga Haynanning manzarasi juda ham yoqqani uchun ertasi kuni yana ekskursiyaga boramiz deb romantik parkni tanladik. Lekin haqiqatan shoularga gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha joydan bekor ketmaydi, futbolkaga rasmimni ham chizdirdim. Ekskursiyalarimiz ichida menga eng yoqqani shu Barbie stildagi plyaj bo'ldi. Agar oilaviy sayohat uchun hali ham davlat qidirayotgan bo'lsangiz, hech ikkilanmasdan Haynanga kelavering. Haqiqiy oilaviydan bo'ladi.